Dam olish kunlari aksariyat hududlarda qor yog'adi. O'zgidromet joriy yilning 17-18 yanvar kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, ertaga 17 yanvar kuni kunduzi respublika bo'yicha barqaror ob-havo saqlanib turadi. Ba'zi joylarda asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik kuzatiladi, ammo uning jadalligi nisbatan kamayadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ushbu kunlarda asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Joriy yil 18 yanvar yakshanba kuni respublika hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechasi va ertalab Navoiy, Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. 17 va 18 yanvar kunlari havo harorati 0,5 daraja iliq atrofida bo'ladi. Harorat kechalari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqqacha pasayadi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi.